Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana batayozamiz Andijon Asaka shahrida Erkin akaning xonadonidamiz. Bu ishimizni boshlaganimizga, obyekt olganimizga bugun 6 kun bo'ldi. Hop, balandligi 1.43, 15.8 dan 9 stupenka tushgan. Bu kirish zalga yaqinda quyib bitirildi mana. Tugatdik, tagiga arka yasab berganmiz, rezistoka qilib. Mana 3 kun avval quyilgan, bo'g'madan yechib qo'yildi. Birinchi stupenkaga mana ba'lan tushirib berilgan. Gul chiqib tushlari qulay. Plashatkalari kattagina. 1.30 ga plashatkasi. Mana qo'shimcha kattaroq bo'lsin, bir xilda urovень o'ralib deyishdi, chiroyli chiqadi, buni kalta qilmadi deyishdi. Eshikdan ham ancha qochirib, bu yog'ini og'birib, bu yoqdan ham chiqaverasiz, bu yoqdan aylanib orqa tomonga o'tkazaverasiz. Qulay. Tagiga osma zinamiz qurib bitirib yurdik. Kimda kim agar shunaqa xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, pastga ofitsiantga numerini qoldiramiz. 24/7 aloqadamiz. Telefon qilaverasizlar. Mana ishlarimizga ko'rib, qiziqib, like bosib, obuna bosib qo'yasizlar do'stlar. Mana. E'tiboringiz uchun rahmat.